paytda eski imorat ustiga qilib ketgan bular. Oldingi videolarimizda bu uy rekonstruksiyasi haqida gapirgan edik, fasadlarini ko'rsatgan edik. Bu uyni ish jarayoni haqida qiziqishli ko'p bo'lyapti. Bitgandan keyin ham ko'rsataylik deyishdi. Hali uy bitgani yo'q, qurilish etapida. Lekin ichkarida ba'zi bir rekonstruksiya bo'layotgan joylarni sizlarga men ko'rsatmoqchiman. Bu qurilishimizga do'stimiz oldingi videolarimizda tanish bo'lgan Bahodir degan do'stimiz o'zi bosh-qosh bo'lib turibdi. Hozir sizlarga qilinayotgan ba'zi ishlarni tushuntirib o'tadi. Mana hozir uyi podval qismiga tushdik. Bu yerda ba'zi bir ishlar bo'ldi. Bahodir, o'zing tushuntirib bor. Xo'p, Ziyodin bu yerda nima qildi? Bu eski imorat. Bu eski imoratning podvali 2 metrdan iborat edi. Shu yergacha. Hozir 1 metr yana qazib tushdi. Turponni olib chiqib tashadi, 1 metr turponni. Shunda bizga 3 metr qoldi balandligi yerdan. Bu yerga biz usullarni beramiz. Hammasini. Uni keyingi xonada ko'rsatamiz, qanaqa usulni qilganimizni. Tushunarli. Qani ko'raylik-chi. Ziyodin qara. Bu yerda nima qilganmiz? Mana fundament qaziganmiz. Bu yog'i mana turpoq g'ish terkishgan ekan. O'sha paytda eski imorat ustiga qilib ketgan bular. Endi ko'p odam bilmaydi, necha yillik imorat bu. 30-40 yillik imorat. Mana bu g'ishlar bor. Ko'rasan, eski g'ish ustiga terib ketgan. Endi o'sha egasi endi bozorda bo'lgan, nima qilgan, bilmagan buni. Hozir biz mana bu yerga polniy podushka berib, armatura chiqazib, buni qoqib, 15 sm qilib, har bittasini 30 dan qilib qoqib chiqamiz-da, bu yerga biz mana shunaqasi beton qo'yib chiqamiz. Podporniy stenka qilib, hamma yog'ini salafan qo'yib, mana baqot salafan qo'yib, tegi polniy yaxlit chokiyo salafan, yaxlit qo'yganmiz. Umuman chokiyo. Suv toshsa ham tegidan bu yoqqa o'tmaydi bu. Bu yog'i lekin pastgacha tushgan ekan. Qaysi joy tushgan, qaysi joy tushmagan, mana shu ahvolda. O'tga ham beton quyilganmi hozir? Beton qo'yib, setka qilingan. Setka qilingan. Ha. Mana bu yog'i polniy turilgan. Mana keyin bu yoqqa keldi, mana bu yoqqa olib kelgan. Olib kelgan bering. Mana bitgan holatni ko'rsataman mana. Mana shu bitgan holat. Ko'rsatgan uka. Mana. Ko'rasizmi? Mana bitdi. Eng qiziq joyi uzmay tur kadrni. Mana bu yerda pirmichka qilganmiz. Ko'p odam buni bilmaydi, bunaqa pirmichka qilishni. Sherzod ustozi qoyil qilgan, xudo xolisi. Mana shu pirmichka qilganmiz. Shu yerdan biz kesamiz. Mana shunday oyna qilamiz. Katta 90, bu yog'iga 150 shunaqa oyna qilamiz. Bu yog'iga yop-yorug' xona bo'ladi bu. Do'stlar, ko'rib turganinglardek ishlar jadal ketyapti. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa hali birinchi qavatda ham juda ko'p o'zgarishlarimiz bor. Ularni ham sizlarga ko'rsatib, tanishtirib boramiz.